Hem bu duasını başlıyor. Evet, Hacı Seyra Hacı sağ ol. Hayırlı bereketli olsun. İşlerin olmadığını beri versin. Allahu Akbar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz sizlarga xalqimizni, elimizni, yurtini nomini butun O'rta Osiyo bo'ylab tarqatib yurgan polvonlarimiz, mashhur polvonlarimiz Ko'pkari qirollaridan Forishni Pushkin polvoni va Forish Qizilqumdan Baxtiyor polvonlar bilan suhbat qilamiz. O'ylaymanki, suhbatimiz sizga manzur keladi. Sizlarga yosh hozirgi polvonlarga kerakli maslahatlar bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Polvonlar muxlislar bilan bitta ko'rishib olishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum muxlislarimiz. Selamun aleyküm. Pushkin polvon, o'zingiz haqingizda gapirib bering. O'zim Forishani Qo'lba mahallasi To'shtashdan tog'da turaman. Yoshim 61ga kirdi. 16 yoshimda otga o'tirganman. 80-yil. Shundan o'tirgan yerim bir tana oldim. 16 yoshingizda birinchi Ko'pkarida Birinchi Ko'pkari bir tana qilman. Yo'lbars degan odam eski farishta bo'lib edi. Shundan o'ga kelib, shundan bobay rahmatlik nasllik olib tutib berdi. Nasllik olib chopdim, keyin o'zimga bitta toy olaman deb toy oldim, kurangatni oldim. Toy edi 2 yashar edi. Shu kurangat 2 yasharda salmsab boshladi, armiyaga ketganda 4 yasharda soldim. Keyin 2 ho'kiz oldim. Kurangatda. Samarqand oblasida, Qarashtog'da. Shundan kelib otni yilqiga qo'yib berdimdan armiyaga ketaverdim. Armiyada 2 yil yurib keldim. 84 ketdim, 86 kelib bu Derstondan qishloqdan polvonlar keldi ko'rishga. O vaqtda soldat qizil to'y bo'lardi. Erta Ko'pkari bor dedi. Armiyadan kelib 3 kundan keyin ikkinchi kuni otim tutib edim, 3-kuni Ko'pkariga ketdik yilqidan. Otim tutib edim. Shunda 6 yashar edi. Bordik, 60 tura olmadim. Keyin Xamira degan ustoz polvonlardan bor edi, Abdukarimda. Ilgari tortarim, sendan boshqa armiyaga bormayman deb so'kdi. Shundan hakka aytdi, diqqatchilik qil dedi. Kuchga to'ldim uka deb. Shundan o'sha yerda Nuratada enkayib ketdim. Shundan polni enkayib Ko'pkari chopdim. Diqqatchilik qildim. Shu kurangat bo'lib ketdi. 18 yil chopdim kurangatimni. Sizni Pushkin polvon bo'lib tanilishingizga o'sha ot sababchi bo'ldi? O'sha ot sababchi bo'ldi, kurangat. Yosh vaqtda ham meni Pushkin derdi, keyin kurangatni mingandan keyin vobshe Pushkin bo'lib ketdi. Pushkin polvon bo'lib ketdi. Ha. Pushkin polvon deyishga sabab nima sizga? Yosh vaqtda sochim jingalak edi. Shu katta akam rahmatli qo'ygan edi Pushkin deb. Sarık bo'lgan. Sariq kichkina edim, sochim jingalak edi. Shundan Sedoy bo'lganlar. Pushkin dedi, o'shandan keyin Pushkin kelib ketdi. O'zimning ismim Naim, hech kim Naim desa tanımaydi. Qorshani hech kim tanımaydi. Pushkin desa hamma tanıydı. Naim desek Tataristan qarabaydı, odamlar izlep bunu. Qo'ychi kuldirmay o'tir. Sizni Pushkin polvon ota bog'laringizda ham polvonlar bo'lganmi? Ha, otam chopgan. Otam chopgan. Men aslida shu 80-yil ota o'tirgan bo'lsam, o'shani aldim. Zernovoyda Sunnat polvon degan bor edi, kichkina to'rati bor edi. 79 yoshgina bolaman, 78 taka olib berardi, egarga o'ratib berardi takani. Bunday qilib bos derdi. Shu taka o'rardim, yengil taka o'ynamadan. Ot olib qochmas edi, o'tiradi. Yugan tashlab to'xtab qolaverardi. Kirasa ushatdi, chopib taka olib berib, egarga o'raydan bo'lib ketdim. Qo'lima taka tegsa 2 metr ochilsa bo'ldi edi, o'rardim egarga. Shundan keyin Ko'pkari 87-yil Qozog'istonda oldim bitta tuyani. 87-86 armiyadan keldim yozgi kuni, 15 kundan keyin o'ylantirdi bobay. Shundan Ko'pkari chopib ketdik. Yomonmi, yaxshimi? Hamza aka bor edi, Ilbek aka bor edi.
Jizzaxdan O'ktam aka, Bosim Turk, bari Uzaq polvon, Akbar polvon otasi vardı, Xo'ja Murat. Oğul Qurbon aka berdi, Xamir aka var edi, Xalva aka rahmatlik var, bari biz millet yaptık. Şimdi O'zbekistondan O'sar polvon var edi, Misha var edi. O'zbekistondan. Baxtiyar 87 kelding ha, armiyadan. 88 keldi Baxtiyar. Shundan billa ko'pkar chopib ketdik. Yomonmi, yaxshimi, polni aralab ko'pkar chopdik. Bu yerdan 86 armiyadan keldim. Tog' orqasida ko'pkari bo'ldi. Zatkutda Aman degan adam ishlardi, traktorist. Bir boza taqan ekan, olib keldi, min dedi, 2 to'y quruq qoldi eski farishta to'yda. Men tog' orqasiga o'tdik. Otni minmayman dedim. Otingiz quruq qoldi deb o'ldi. Qamchi bilan bir urdi. Shu armiyadan kezasan, chopasan, o'lsa tangda o'lsin dedi. Shundan keyin o'sha bozatni 12 chopdim. Men ko'pkari bormasam, yopug'ini olmay qaytarib keladi. Kim degan o? Aman cho'pmoqdan. Aman Jo'mbaqning oti men ham shogim. Men Ikkovimiz talashmasak bo'ldi. Yo'q, men bergizdim-ku senga. Onaga ber desam berardi, ot degasi. Bo'lmasa bermas edi. Yopug'ini olmay qaytarib kelardi. Onamni otvoz deyman men. Hozirgi otvozlar bu bo'lmasa o'g'lisiga beradi, o'g'lisi bo'lmasa o'g'lisiga beradi. Endi gap kelyapti, ayta desang, men yozib olib yozsam. Bo'lmaydi o. Hurmati bo'ladi deysanmi? Rahmat. Polvon, endi Baxtiyor polvon, siz o'zingiz haqingizda gapiring, o'zingizni tanishtiring. Muxlislarga assalomu alaykum deymiz. Men Qizilqumsoq qo'lda tug'ilganman. 4-fermasida cho'pon bo'lganmiz, otam cho'pon bo'lgan. Bizlar polvon bo'lishimiz tay minib, qo'y quvib polvon bo'lganmiz. Qumni ichida. Ko'pkar chapish yosh vaqtdan otgan minganmiz, lekin 89-yildan armiyadan kelib boshlaganman. 89-90-yillari eski boshda bir katta to'y bo'ldi. Ibotov Ahmad aka degan ko'pkar birga rais bo'lgan edi. Xudo rahmat qilsin. Shu to'yda 13 marta, 14 marta sig'anman. Toy tuyasini hammasini olganman. Birinchi boshlagan vaqtingizda? Boshlagan 1 yildan keyinda. Oldin ham tashlab yurganmiz, endi palanchani otimiz olib deb Abdulla Qayroqning Jo'raqul aka bor edi. Hayotlik Jo'raqul aka bilan tashlaganman ko'p. Ondan keyin Abdulla Qayroqning oti bor edi. Mayli bozor keldi yarpning oti. To'lan Burxonovning oti. O'shatlarni chapaydim berdim Forishdan. Qizilqumdan Abdulla Qayroqning otini ko'p chapaydim. Ustozimizda o'sha. O'sham rahmatli bo'lib ketdi. Bolalari bor, Qozog'istonga ko'chib ketdi. Bekpo'lat Sozaxon degan bolalari bor edi. Ko'plarda shu chapqamiz, yerga tanilganmiz, hurmatimiz bor, Xudoga shukr, tirikchilik bor, normal. Birovdan ejay yo'q. Hozirgi ko'pkarlarga keladigan bo'lsak, hozirgi ko'pkarlar ham zo'r ko'pkar. Ko'pkarni berimi zo'r bo'lyapti-da, berishlar, solim zo'r. Endi aytaversa gap ko'p qo'y, endi aytaveradigan narsamiz polvonlarga shu Ruslan polvonga besh ketaman, Boburga Mirkamlagan bo'ladi kimada? Sodiq. Mir Sodiq, Boburlar endi молодец, haqqoniy Ruslan polvon degan haqiqat tan berish kerak ularga. Haqiqat bilagida kuchi bor, taqim makkan bolalarda, endi har kim javob bermaydi o'zi. Aytadi-ku, men polvon, palancha polvon bosdi, yarim yo'lga kelib bitdi. Onun taqimiga bardosh bermaydi. Qo'lni kuchi bardosh bermaydi. Bir bosqandan borgan polvonda u. Hammasiga lekin polvonlar молодец. Barida kuch quvvati bor. Hozirgi bolalar trenerlik qiladi, biz trenerlik qilmaganmiz o'shun. Ilohi o'zi Xudoyim taolo bergan kuch bilan chapamiz. O tosh ko'tarib, yugurib. Bilmayman, burun go'shtga to'yganmi? Hozirgi bar ne deydi, ana bo'lib ketgan, ximikat bo'lib ketganmi deydi. Kartoshka urib baqirib. Yakku. Shuytib shunday ot choptirgan odamlar bo'lgan bizda. Necha yil chopdingiz? 20 yil chopdim. 20 yilda taqa to'xtatdim. Bayam aytdim-ku, odam o'z obro'yini ketkizmaslik kerak. Bir obro'ying ketib qoldim, bo'ldi, keyin o chapasammi, chapmaysammi qizig'i yo'q. Otda yursang ham, yerda yursang ham bir xil yuradi ekansan-da. Agar shu obro'yingni ushlab qola olmasang, yer bilan otni usti bab-baravar ekan-da. Odam shu uchun o'zining hurmatini bilib
O'ziga qarab yursa, elda xor bo'lmaydi-da. Siz oldin o'zi bilib o'sha nimadir sabab bo'ldimi? Sabab bo'lganda shu ko'pkarga bordim-da, shu qo'yaman dedim, shu qandaydir qo'yib ketdim. O'zi qandaydir neyim bo'lmadi-da. Xohishing bo'lmadi. Xohishim bo'lmadi, aytdim qo'yayin dedim, shu falokat bo'lmayapti dedim, yiqilibmi, bir bala bo'lmay qo'y. Falancha palvon yiqilibdi, falan joyda qolibdi Bir demasdi. joyda hozir o'zi zuvot qiladi-da. Deb shunday bo'lgan. Sizni avlodingizda polvonlar Bobolarim palvon bo'lgan, katta bobolarim. Otam bo'lmagan, lekin bobolarim palvon bo'lgan, katta bobolarim. Shundan bizga qondan o'tganda baribir. Hozir endi Doniyor bu, o'z Doniyor akamiz yapamiz aka-uka. Hozir Doniyor bolasi yo'l boshlayapti, men nevaram o. Молодец o'g'lim ilgarilashib, o'zining hurmatini bilib. Ko'pkarga borib, kam bo'layotgan yo'q. Marra qilib kelyapti har ko'pkardan. Qo'llab-quvvatlab turamiz ha deb. sizga ustozlik qilgan polvonlar kim? Menga ustozlik qilgan palvon qozoq kishi edi, Abdulla Xayroq. Shukuran biladi ustoz deb yuradi. Ro'zi palvon, Shodi palvonlar bor edi. O'shalar ustozlik qilgan. Men borgan joyimda menga hamma ustozlik qilgan. Men chunki janjal ham qilmaganman, birovdan ko'pkar tortmaganman-da. O'zim menkayib, o'zim bosganman. Qozog'istonlarga ham borgan, mana aytamiz o'g'lim, kimlar bilan qozoq bilan aralashganmiz, boshqa qilganmiz. Biron joyda behurmat bo'lmaganmiz-da, mana zamonlarga borsak Farhod polvon. Otasi yaxshilik bobo, yaxshi ko'raydi meni. Har doim shu qo'llab turaydi-da, baxtiyor so'rashib, ko'rishib, hangama qilib o'tib ketaydim. Bironta odam menga gapirmaydi. Sen nimaga tortding, nimaga qo'shilding? Tayin ham so'ratdik, tuyasini ham sog'amiz, tanalarni ham sog'amiz. Boybobon otini sog'amiz bir marta tayga. Boyto'raman zamon Boyto'raman otini soldik. Yaxshilik qo'ydan otlarni chopamiz. Ko'p yerda ko'p ot chopdik. G'ishsavodning otini chopdim Begovdan. Nazorat edim. Keyingi savolimiz o'sha sizlarning davrlaringizdagi uloq ko'pkarlar bilan hozirgi uloq ko'pkarlar farqlaydigan, ajratadigan jihatlar qanday? Ajratadigan jihati uncha hech narsa emas u. Hozir otlar iriklashib ketdi-da. Otlar katta bo'lib ketdi. Cherashur ot katta. Ot katta baland ot bo'lganiga ko'p polvon enkayib ola olmaydi. Orqasiga endi bir pirsa oladi, sudraydi, tortadi, enkayib pasatqaningiz bo'ladi. O'lab beradi, o'lab bosadi. O'shani apargan polvon lekin. Shu marrani olib berib, aparib sog'an polvon. O'zing ham bir video boshqada turasan, ko'rsan kerak, bilinadi u. O galanning ichida uncha polvon nafas qaytib ketadi. O'g'on bardosh bergan polvonda. Rahmat. Tushkun polvon, hozir mana ko'pkarlarni o'sha aylantirish qanday boshlandi? Shu haqida ham gapirib bering. Bu aylantirish Qozog'istonda Xudoybergan polvon bor edi, katta polvon. Shuni bolasi bilan ukasi chiqdi, Tangir bilan Hashim. Shular chiqdi, aylantirish boshlandi. Qozog'istonda ham aylantirish yo'q edi. Keyin Qozog'istonda boshlandi, O'zbekistonga o'tdi keyin aylantirish. Shular aylantirish chiqardi. Keyin bizda ham aylantirish bo'lib ketdi. Birinchi hozir aldin otini oladi, keyin keytin otini olyapti boylarimiz. Shunday qilib ko'pkar bo'lyapti. Turkiya aylantirish bo'lib ketdi. İlgaridan maqol Yo'q, bor. polvonni zo'rdan har doim tushgan u. Yo'q, ilgaridan maqol bor edi. Zo'r va yuguruvchi tamba degan. Tan berish kerak zo'r. Tan berish kerak zo'r. Ana o'zi, mana o'zi gap bekor gap bor. Olib berdi, olib kelib tashladi. U quruq gap bo'ldi. Uloqlar og'irligi necha kilogramm bo'lgani yaxshi? Sizlarning davrlaringizda qancha bo'lgan uloq og'irligi? Bizning davrimizda mana farsh terib turdi o'zi 85-80 qilardim takani. Og'ir 80-85 kg. 90-100 gram qo'yib yuboradi. Bo'lar. Keyin yorib turib olib tashlaydi ichini. Shalavan chatda ayday beradi bu yoqdan. Endi bas endi bu yoqdan gazini berib. Tog' orqasida kami 100 kilo urardi. Kallasi bilan tashlardi. Jil og'ir qilib tashlaydi tog' orqasini. Hamza akalarning o'g'li vardi, Hamza akani o'zi bosh bo'lib og'ir qilardi.
Hamza akalar bilan birga chopishdik. Ustoz misoli u bizni yoshi katta. Meni ko'p so'kib turardi lekin. Eng og'ir ko'targan uloqlaringiz necha kilogramm bo'ldi o'sha? Hamza akani beraqda, Ilolini beraqda olib tashlagan joyda bo'ldi. O'shanda 107 kilo qilib tashladi takani. O'sha takani birinchi men ko'tarib keldim. Quladi ot yo'lda. Men To'lan Burxonovning ko'kati vardi, o'shanda solib edim. 107 kilo jil og'irida oq taka deyarli yodimdan chiqmaydi o'sha taka. Otga ham, palonga ham qiyinchilik tug'diradi, uni. Katta qiyinchiligi bor. O bo'lmaydigan narsa. Yana u kallasi bilan tashlardi takani. Baxtiyor Polvon, siz ko'targan eng og'ir takangiz necha kilogramm bo'ldi? Ro'zi polvon to'yida 105 kilomi, 107 kilomi, 110 kilomi. 105 kilo. Oq taka aytdi. O'sha takani toyga men sag'anman, G'ishsavotdan turgan. Begavot G'ishsov Siraj degan yigitni oti bor, men chapaydim. Akbar polvon bilan Misha polvon aylantirib yerdan ko'tarib oladi, tushiradi. Ko'tarib oladi, tushiradi. Keyin menga ber dedim-da, menga berdi. Akbar polvon berib etdi, ushlandi. Şimdi bir basqanda aparib sag'anman lekin. Agar qo'ldan chiqib ketsa ketib edi. O yog'ini ham tanlab qo'yish kerak-da. Taqimdan chiqib ketganda tushaydi shu yerga. Ko'p var endi, qizil ko'p barlar o'tdi. Endi uni aytaversangiz birovi esda, birovi esda emas. Boya bu aytib o'tib ketdi-ku, O'sar polvon bor bu yerda, Misha polvon, Namoz, Niyoz, bizlar ko'p borishdi, polvon ko'p edi. Hozir polvon yo'q. Bitta yo'lbars. Buni bari shu ot sababdan hech kim atamay qo'ydi, ot chaptirmay qo'ydi negadir. Endi qiziqyapti qaytib. Ot kamayib ketdi. Pushkinda bor, menda bor bo'lgan bilan o polvon chiqmaydi u. Endi ot qilyapti odamlar. Pushkin Polvon, o'zingiz so'rab minib chopgan otlaringiz bo'lganmi? Ha, so'rardik, qisilgan joyda oting bir qo'lga derdik, yo'q demas edi lekin. Luboy joyda berardi ot. Kelib qolsa min derdim. Minardim. Yo'q demas edi. Lekin farishlarga kelsa, kelardi, polvon keldik derdi. Opga oting derib solib berardim. Şunun arkasından barga joyimizda keyin otlarni berardi. Shu bola kelibdi, minsin ot ne derdidan berardi. Hozirgilar bari men bo'lib ketgan. Min desa tezga qaraydi. Qo'lingizga qaraydi. Qo'liga qaraydi, nima berar ekan deb. Unda qilmash kerakda, bari nevaram qatori polvonlar unda qilmash kerak. Sol Oldi. Qo'lingizga chiqarib bersin. o'zi ko'nglidan chiqarib beradi. Uni birinchi marta otlab kelganda otga qaraydi. Nima berar ekan deydi. Masalan bir 500-600 beraman desa $100 bersin deydi. O bo'lmaydi antirlik hozir bizim polvonlarga, yosh polvonlarga. Qo'ling kelib o'tiribdi, minib solib, otanga rahmat desin. Elni ichidan shunday bo'lib yur, polvon bo'lib mardlik qilib yur. Ha, masalan, menda var, Baxtiyorda var, o bolada var. Beva becharan yaxshi oti turibdi, unda pul yo'q, ular otlar qolib turibdi. Yaxshi ot lekin. Mana Baxtiyor polvon bilan ham suhbat bo'lib, birga oqovatimda o'tiribdi. 28'da direktorning to'yiga bordi. Men oxirida bordim eshitib. Kim bu Jo'raqul degan odamni otini chapardi. Bordim, bo'zatni mindim, borishini ham bosib bordim. Otim charchab qoldi, qochishini. Kim bu Jo'raqul aka degan Baxtiyor menidan o'sha kuni Baxtiyor mendan o'pib keladi, men betida aytaman. Jo'ra bekor qildim dedi. Otni savdosini bugun men bitirib olib ketmoqchi edim dedi. Qaytishini Jo'raqul akaning oti bilan soldim tuyaga. Qo'blalar yugurib kelib, ya otni egasiga ham qaraman, mashinaga minib yana uyimga shunday qaytganman. 28-sappoz direktorining to'yida edi. Niyaz O'turabboyev to'y berdi. Qozog'iston javlik var edi, bari yaqin polvoni var edi. 2 solimga endim, oxiri borib kelib solib qaytdim. Mashinaga yugurib men yana qaytib ketdim. Shundaqlar ham bo'lganda, endi u men desa tezga qarash bo'lmaydi. Lekin Jo'raqul akaning otini shunday qarab, ot beringchi deb meni olib haydadi. Imom Baxtiyor oldimda turibdi, Jo'ra bekor qilding, ot shu bugun farishga chiqardi dedi. Shu bugun olmoqchi ekanda Baxtiyor. Doniyor aka borib To'lan. Lider Farih degan odam dunyodan o'tdi. 5 ot choptirgan.
O'sha kishi aytdi-da, shu vaqtda olsa qanday bo'ladi dedi. Olasizmi dedim, olaman dedi. Savdoni qilamiz az desam, bu tuyaga solib turdi. Narxoshib ketdi. Ha, bo'ldi, sotmayman dedi o'sha kelsa, sotmayman dedi, bo'ldi, tamam. Bo'lsa men ham tashlab berganman, tuyaga ham, qayga ham buni tashlab yurganmiz. Ya Erkin solib yurib. Erkin Xudoyberdiyev degan yigit bor, onun bekati bor edi oldin. Olam olamiz deb qoldi yerda. Ya u yoqqa qoladi, ya bu yoqqa qoladi nerda? Keyin bu tashlatdi, tuyaga soldigandan keyin boboyga borib men aytdim-da, atning savdosi keldi, endi berak desam, "Voy, Baxtiyorjon" dedi, "At sotmayman" dedi, bo'ldi dedim, qaytib ketdim. Pushkinga aytdim, "Qo'rqding" dedim, "Boshqa kelaydi." Siz ham o'zingiz so'rab, bilib chopgan otlaringiz bo'lganmi? Men Xabarsiz o'sha. bo'sh so'ramaganman. So'rashga ar qilaydim to'g'risida. Bersa yaxshi, bermasa o'shim. Pushkin bo'lsa mayli, o'zim jo'ram, birga chopib yurgan, "Atni bu yoqqa kel" desangiz, bu iloji yo'q ma deydi. Birovlardan so'rashga nima qilaman-da, qanday so'rayman? So'rasam bersa yaxshi, bermasa biladi. O'zim o'ylaganim shunday bo'ladi, ya qo'lim qaytib qoladi, shishil omadim qaytadi, shishil nahv so'ramayman deb o'tib ketadimda, to'g'ri. Bersa, lekin sразу beradi. Bir qo'l bilan palvon desa, hozir minaman, keyin minaman degan gap bo'lmagan menda. Menga ham sразу marra qilib tashlab berganmiz. Ko'p yerga bordik, ko'p deb. Navoiyda Suqrab degan odam bordi. Cho'pon bo'lib yurgan, keyin neft bazasi, zapravkasi bor, boshqasi yaxshi odam edi. At choptirdi. M1 degan atni bizning Qizilqumdan olib berdim. Oling dedim-da. Bizda qarshi turgan raisdan at edi. 100 ta qo'y, bir jo'galik sigir, bir tayga bo'ldi o'sha vaqt. Zo'r pul qolgan dedim. O'sha postoyan men chopdim-da, yo'qsa 5 yil men choptirdim. Keyingi savol ekanlaringizga ham ko'pkaridan ham misol uchun endi ovku marra qilmasdan uyga qaytgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Qanday tuyg'ular o'tadi o'sha? Onda qaytgan vaqtimizda hech ko'nglingiz tushmas edi. Bu av derdik. Olib kelsang bir o'lja, omon kelsang ikki o'lja derdi. Alloh rahmat. Shu omon keldikmi bo'ldi deb so'rayib ketaverdik. Lekin kamdan kam bo'lardi qulib kelishimiz. Salardik. Xudodan tilla taqdir qilganni salardik. Salmay kelsang deganda men o'z ko'pkar chavib yurib, Qulpsari degan ko'pkar bo'ldi shu yerda. Qulpsarda. Ana shu yerda 2 kun hisobga qurib oldim. Bir marra qila olmadim, o'shim bosib bordim. Bu avda ana shu vaqtda aytganman-da, biladi. "Ay, omad qaytdi o'zingiz bo'lmadi" deb. Keyin Chimqo'rg'onda ko'pkar bo'ldi, kimnikidir. U yerdan lekin 5-6 marta saldim. Aqshayev Safar degan odam bor, qozoq. O'sha kishidan men borishni ham, kelishni ham so'radim. Men aytdim, qaytib omad keldi deb yana bosaverdik-da keyin. Qozoq polvonlar ko'p keladi, men boraydim u yoqqa. Qozog'istonga. Bir o'zim boradim. Bir o'zim boradim. Nolon bir ko'kshigirimda birga yurganmiz. Tangalarni yo'qotib. Rahmat javob uchun. Keyingi savol yana ikkalaringizga ham ko'pkarda shikast yetgan vaqtlaringiz bo'lganmi sizlarga va o'sha vaqt ko'pkarni tashlab ketish xohish bo'lganmi sizlarda? Men otdan yiqilib oldim uka. Mana haligi olyapsan, больницada yotdim. Kakkiz shu umurtqani ochib olganda, shuni bekor qildim. Endi mana azobni ko'ryapman, tog' orqasida ko'pkar bo'ldi. Ya birinchi balamanda bo'ldi, bordim. Mana shu bola qavatni bag'ya Pushkin otda yiqildi, ketdi deb otga mingizdi. Takkani tashlab boqirib berganman. Mana shu bola qo'lidan takka berdi, bir qo'l haydasini qarab berdi. Keyin tog' orqasida bo'ldi, ajab to'g'rilib qoldim. O'tib lekin 3 tuyasini oldim. O'sha vaqtda zo'r to'y, 2-3 to'y tuya qo'yildi, 3sini oldim. Oppoq formada aydim, banisi formada. Oq surpdan tikilgan edi. Odamlar xalq shuglab ketdi. Shuni endi disigini topba deb mana to'y qilgan bolalarga tayinladim, bor dedi. Top beraman dedi. Danyardam tarqanını aytdi, yani hech kim dayamaydi dedi. Shunday bo'lib, banisidan chiqib bekor ko'pkar chopgan ekanman uka. Sizga chopmay turib, ma'lum vaqt deb aytilgan o'sha. Shunda ot egalari keldi, ko'pkar chiqmasang oting minmayman kunlar bo'lgan. Shundan olib chiqdi balamonda to'yga, voy suyab bordi. Keyin o'tibdi bir bola kirgizdi, bu ko'rdi dana Pushkin keldi dedi dag'in. Takani qo'li bilan olib kelib berdi. Yo'la bir bos dedi. Olib bosib ketdim, tana edi solim. Olib borib soldim,
Baqırıverdim lekin jon og'riyapti, nima keragi bor deyman. Endi jonimdan o'tganini o'zim bilaman. Lekin qaynotada yaxshi ot bor, Chavkar. Shunday ketib boradi, Baxtiyor Chavkaratni men deb o'tib ketdi mana. Baxtiyor takani tashladi Chavkaratdagi. 3 ho'kizini oldim o'sha kuni. 3 ho'kizini oldim Baxtiyor. Endi o'sha vaqtda zo'r to'y edi, 3 ho'kiz qo'ydi. Shunday qilib chopqanmiz. Hozirgi bolalarni bir joy og'risa Qozog'istondan billa yurdik, mash bo'laveram Baxtiyor bilan. Tog'arqasda ham, cho'lda ham, qirda ham Navoiy oblasidan kelardik, Samarqand oblasiga o'tib ketardik. Samarqand oblasidan Arnasaga Qozog'istonga o'tib ketardik. Charchadik demas edi. Hozirgi bolalar 2 ko'pkar chopsa 3-kuni charchadik deydi. Men dangal aytaman-da. Bolalarning bilagida kuch ko'p, barni turnovka qilyapti. Oyog'ida kuch yo'q bolalar. Men hozir aytaman, qaysini? To'g'ri. Baxtiyor ham aytdi, Ruslan Bobur Shoh Toshkentdagi Mirsodiq keyin haligi bor. Xongaranda. Mana o'l 3si bosib yuradi, 4si. Izbasar. Keyin Samarqandda bir ikkita yosh bola chiqqan, Ahmad Hojining bolalari, Mahmud Pazli. Ular yaxshi bosyapti aka. Ko'ngildagidek bosyapti bolalar. Qaysi bir 5 minut 10 minut bosib yuradi. Hozir bittasi takani oladi, oldida 4 ta, yonboshda 8 ta, ko'tida yana 4 ta. Birovga tortilmaydi. Qo'lda kuch bilan keladi egarga tortib. Mana Samarqand oblasida Taksim degan bola o'zi bor. O bolaning kuchi qayoqda yotibdi? To'lka qo'lni kuchi bilan olib yurdik. Samarqand yulduzi. Ha. Ahmad Hojining o'g'li bilan Pazli bilan Mahmud bor. Ana bola takani yaxshi bosyapti. Ikkalasi biri 20 yoshar bola, biri 18 yoshar bola. Takani ko'ngildagidek bosib yuribdi. Bolalarning oyog'ida ko'p, masalan, Timnovka deydi. Meni o'zim ham masalan voleybolni yaxshi o'ynardim, yugurib tog'da. Bitta savolman Baxtiyor aldimda, o'sha Hamza polvondan ham emas, qaysi ular zalga kiribdi. Molni ketdi. Qo'yayda yururdi. Ana. Hajindan polvon bo'lib ketdik barimiz. Yo'qmi? Ha? Zalga borish yo'q. Zal pol yo'q edi o vaqtda. Hozirgilar qayerda so'rasang zalda o'z deydi. Aytyapman, bilakda kuch ko'p, oyog'ida yo'q. Ko'ngilda yana otayda ham bola yo'qda, qamchi urib. Ana Ruslan haydaydi, Bobur Shoh haydayapti. Takan tip-tip bosib. Takan bosib olib qamchi beryapti. Bir ham boshqa bolani qamchi berganini ko'rmayman men. Ikki qo'llab takada bo'ladi, jilarda bo'ladi. Men har zamonda so'kinib turaman. Eling atal ichmaganmi deyman, ular qilib tashlaydi. Rahmat. Baxtiyor polvon, sizdachi ko'pkardan o'sha shikast yetib ko'pkarni tashlash ular bo'lganmi o'sha vaqt? Yo'q, ko'pkarni tashlash niyat bo'lmaganmi? Bir marta yomon yiqilganman lekin. Eski borishda. Mashinaga to'qnashdik-da. Ot bilan. Sal qolib narigi dunyoga chiqib ketdi. Voy, xudo saqlasin. Yo'q, lekin haqiqati bor edi. Yonidan o'tdi, u mashina ketyapti, yonidan. Medvan Sevk degan ot edi. Dozasi kuchli bo'lib ketgan o'sha vaqt. Apparaga shu mashina urdi, lekin oyoq chiqib ketdi, qaysi joyga tushdi. Başta bir 3-4 ko'kpat chopmay yurdim-da keyin. Ondan keyin yaxshi bo'lib ketdi. Keyin yo'q, o'sha yoqdan yiqilib, urilgan joyim yo'q to'g'risi. Tashlash niyat bo'lmagan. Yo'q, tashlash niyat bo'lmagan vaqt. U vaqtda вообще qaytadan avjiga minib ketganmiz. Rahmat. Keyingi savolimiz, agar yana yosh davriga qaytib qolsangiz, yana shu ko'pkarini tanlarmiz yoki boshqa sohaga o'tarmiz? Endi uka, men savolni berdim-ku. Hozir ko'pkara boraman, qarab turaman. Hozir uchinik bolalar bu tortmas edi, bu to'g'risini aytdi Baxtiyor. Menga bir parcha mana bunda chiqsa farqi yo'q edi menga. Mayda salimga o'xshamas edim. Ha, tayt, ho'kiz urib o'tib ketadi. 200 billa borsa ham shundan ham urib o'tib ketadi. Lekin bir-birimizdan xafa bo'lmas edik. Hozirgilar darrov yuz ko'rish bo'lib ketadi.
Hozirgi polvonlarga endi hayronman men. Ey, senlarning yoshlaring menga 30 yoshga keyin bo'lib tug'ilmayman deb qo'ygan kunlarim bor. Hozirgi to'ylarda aytaman. Menga aytaman. Paycha mana uni ushlamaydi-da bular. Keyingi yil mendan tortadi deb o'ylandi. O'g'imda to'yga bordik. Vaqtlar dedim, ha dedi. Ha, bular aytdi. Kuranatni men menga ichi dedi. Boya kuranatni. Berdim. Tay degan vaqt edi. Tog'ning ichida chopayotib, betkaydan tegizdi. Chiziqni ichidan o'tib ketdi mana bet ko'zi. Ko'zi chippa yumug'ar ekanda. Bir mana javar ushallardan o'tgan vaqt ko'z yumug'liq ekanda bunda. O'tib ketdi, qaytardi. Yomon Tezligi vafot etdi. Aytmoq, jonivar biram marta mashina qo'lib qulamadi. 18 yil chopdim. Pastdan dangal salardi, 5 sherik salardi. Sherik olmasa da bo'ladi. Ha, hangama to'g'ri kelib qoldi. Hamza aka menda Yang'ozg'on degan to'yda qishloqda tuyaga bosirdi Hamza aka men otimda. Uzoqdan bosdi ba kurangda. Bosib keladi, marra kun issiq. Kalya yo'l vardı, kalyada o'tgandan keyin men Bondurda edim, Qizilqum Bondurda edim, qozoqlarni. Hamza aka takani tashla dedim anaska. Otim o'ladi dedim. Hamza aka taka tashlab ketdim, borib meyli o'tib ketdim. Sen adaydan qilding deb kechaga gapirdi Hamza aka. Sen o'zing oldi. O'zingni otding edi-ku deb. Hamza akalar shuna qilib chopishganmiz. Bizda Danyar vardı ukan polvon. Yani bu aytdi o, ko'ringandan tartib o'tib ketaydim. Tana bo'lsa, tay bo'lsa deb. Ha, to'g'ri. Danyar men ukam o'lam shunday xarakterda. Kimki takani ko'tardi-da, bu yoqqa qaraydi, to'g'ri kelib shap olib o'tib ketadi debdi. Qo'y deydim-da men. Bari qo'ymaydi ekan, odat bo'lib qolgan. Ko'pkarni o'zi asl ma'nosi ham shunda, tortishib chopib ko'pkar. Muxlislar o'sha chiroyli ko'pkar tomosha qiladi deb keladi. Shunday. Takani to'ppacha so'ra otanglayama deydi. Yo'lbars tartmaydi o'sha. Yo'lbars o'zing kayf yapyapti-da. Qattiq enkaydi. Молодец. Hozir raisda o'zimizda mana Abdulla ukamiz to'yni boshqarib yuribdi-ku. Молодец ekan. 5 ketaman ekan. Toshne'da endi aytgan gapini ustidan chiqyapti-da. Rahmat shunga, bu yerda boshqarish, u ko'pni o'ziga qaratish oson narsa emas. Ko'p joyda o'zi ko'rmaydi, sirtdan aytamiz-da, молодец, zo'r boshqaradi. Zo'r. Xalqni o'ziga qaratgan odam bir xislati bor-da. O bekardan bekarga Abdulla emas-da, to'g'ri. Bekardan bekarga men Baxtiyor emasman, bekardan bekarga bu Pushkin emas. Shuncha yerdan az kelyapti, shu bolalarni bir intervyu qilaylik, 4 og'iz gap qilaylik. Farishta ko'pkar bo'lib qoldi bir. Uni Bir boya ko'pkar yasharib qaytib, Ha, shu savol sizga. yasharib qaytib ko'pkar chapaydingizmi? Men agar shu qaytib yasharganimni o'qiydim to'g'risi. Farishta bir O'qish aytdi odamlar. Baribir o'qish kerak ekanda. O'qish, bilim bo'lish kerak ekanda. U ko'plar ham mana deydi u, hokim ham, prokurorlik ham, boshqasi ham vaqtinchalik narsa deydi. vaqtinchalik. Lekin zato moshina yurasan-da. Urilmaysan, surilmaysan. Navoda borib o'zing qo'lga tushib qolmasan, surilmaysan-da endi. Ko'plarda urilasan ham, surilasan ham. Chuytib, elga tanilasan. So'qqi deydi. O'qisang, birovga bir foydang tegadi. O'qigan bar boshqacha ekanda. Pushkin men ko'pga javob deb aytadi. Endi aytmaysanmi, nevaram chapsin, balam chapsin. Yosh qaytib yasharganda nima bo'laman demaysan. Chaptiraman. Farishta bir ko'pkar bo'lyapti, qaysirdan kichkina otim bor. Toyir polvon berib edi. Toy vaqt. Ukasi keldi Doniyor. Pushkin aka dedi, otni men minay, oxirida dedi, bir qo'l dedi. Hech kimga bermadi dedi. Ziyovuddin Otabek minayda bermay shu o'tirdim. Oxiri bo'lib shartda endi biz Elmurod bosib keldi. Shunda turib solib borib Doniyor takan olib chiqib ketdi. Barbuch otdi, o'sha vaqt 4 yashar edi-da. Toppat oxirida solib keldi Doniyor. Doniyorga farqi yo'q edi. Yana keyingi savolimiz
qo'shni davlatga ham o'tib chopganmisizlar? Qo'shni davlatlarga qaysi davlatlarga bordilaringiz? Qanaqa marralar qildilaringiz shular haqida? Tojikistonda marra qildik qancha katta yurdim. Ham birinchi borganda Hamiz aka, Mavlon Yaxshiboyga 400 bordik. Ulu aka 5 kishi bordik. O yerda oxiri quvib bizni, choptirmay. O yerda ayb o'zimizdan bo'ldi, takani og'ir qilib tashladik-da. Qo'shniga mehmon bo'ldik. Mehmonlar takani so'nglarda edi, takani 85 kilo qilib tashladi. Bular kallasini olib tashladi. Tojikistonda 4 parchasi butun kallasini bilan shoh-poqi bilan tashlaydi ekan. Ichiga solmaydimi? İçini yarab tashlaydi ekan. Keyin bizlar takana Yaxshiboy davra Ulu aka Qosim so'ydi. 85 kilo bo'lib qoldi. 500 almashib boradi edi. Shundan janjal chiqdidan urib qo'yverdi. Keyin yana o'tdik. Qozog'istonga bordik. Va Alakbar, Yossiq, Nurjon, Erg'ali, Osmon bari bilan birga chopishdik. Bakir, Badarvoy, siz birga chopishib yurdik. Birinchi joyda sen undaq qilding demas edi, otangga rahmat dedi. Aylanib chopib yurdik. Birinchi joyda qamchi yemadik. Rahmat deb chopib yurdik. Rahmat. Baxtiyor polvon, siz qaysi qo'shni davlatlarga borib topdingiz? Qanaqa marralar qildingiz? Men Qozog'istonga borib chopdim. O'zbekiston, Qozog'istonda chopganman. Tojikiston, Pokistonga o'tganim yo'q. Qozog'istonda lekin jo'ralarim bor, polvon bo'lgan. Bu yaxshi ko'radigan jo'ram bor o'zi. Beshara rahmat bo'lib ketdi. Naqib polvon, Qizil Qumsoqqa o'tiradi. Naqib polvon haqqani yaxshi ketadi. Yerg'ali. Meni u yoqda tojik deydi. Tojik Baxtiyor kelibdi, tojik Baxtiyor kelibdi. Yerg'ali bor edi, Osmon bor, yaxshi polvonlardan. Abay degan jo'ram bor edi, o Malg'iy. Urib ketdi ular Abay. O'zi qaysi bo'ldi? Temirxon degan yigit bor edi. Olam молодец, Alg'iy. Temirxon polvon boshqa, Temirxon kartejnik boshqa-da. Kartejnik to'y berdi. Nechinchi yil esimda yo'q. O'sha yerda svetnoy televizor, bunaqa televizor emas, anda katta televizor bor-ku, normal. Petakalik. Yo'q, Kinopga aytdi. Dayvo televizori, lekin svetnoy televizor, katta televizor edi o'sha. O'shani sog'inmanda shu yerda. Shu vaqtda Alg'iy Temirxon yetaklab kelibdi, yordam beribdi, bosdi. Yesim Sarsanbayning otini men sevaman. Qizliqimda Yesim Sarsanbay degan kishi bor, shu otni qo'ldan tashladi. Lekin Toypoyga sog'inman, Platinada. Platinada qo'sh toyga soldim. Naq beshara yordam berdi. Yuganni olib, hech kimga tegmaz endi. Yetaklab borib soldirgan. Endi yaxshilik qilgan odamni borib eslaysan-da. Yaxshi bolalar ko'p ekan. Abay jo'ram bor edi. Nachal milisasi jo'ram edi. Shalayib Darbay. Shalayib Darbayni bir so'kib balaya qalay deb, yo bechara ne ekan, ana shundan keyin ikkovimiz jo'ra do'st bo'lganmiz. Men tuyaga bosib kelayotgan vaqtda formada ekanda, yarim yo'ldan qo'shildim. Men yakka kelyapman, o'sha Abdulla Qayroq deganni ortib qolganmiz Platinada. Formada mendan yonboshimdan kelib qo'shilib tatgan vaqtda men qozoqchalar berib turib, ko'ka seriksin dedim, qaradim yashar ekan u deb turib, inim dedim, ko'nmadi. Tuyani birovi seniki dedim, ham ko'nmadi. Keyin og'zidan chiqib ketdi, endi so'kib qoldim. Maradan tashqariga tushdi, aram bo'ldi. Keyin ko'pkar tugagandan keyin Abay degan jo'ram aytdi-da, 2000-yil kakras esimdan chiqmadi, damasim bor. Keyin shu bolan debdi, Adel gap kel deganda. Keyin Abay degan jo'ram keldi, ne qildim dedim, men bilmadim. Men bir so'kishdan da shunday. Bo'xtabsin dedi, men aytdim, bo'xtasak bo'xtagan shaharimiz dedi. Bir жаңа formadagi birovni bo'xtabim dedim, aytdi, nachal milsa qo'ydi, baxtlarni seni olib keldim dedi. Adel gap bordi. Aparib Adelga borgandan keyin u kishi dasturxon qilib, meni mehmon qilib, ikkovimiz shu yerda turib, ashuna jo'ra bo'ldi quchoqlash. Nachal milsa. Keyin o'sha yil to'y qildim, men to'yga chaqirdim, keldi. Keldi to'yga. To'yga kelib, o'ynab, rosa xursand bo'lib jo'natdi. Qozoqdan ekan og'ayin jo'ra yo'ldosh ko'p bo'lsa. Nosh degan bola bor, jo'ram, yaxshi jo'ram, Nosh. Hozir bolasi chopayapti. Bolasini otam bilan Nosh bilan ekan salom alaykum qattiq qilamiz. O'g'lim zo'r polvon edi Nosh. Ma'lum aytaversangiz ko'p uni qaysi birini aytaveramiz, uni ben aytaver, xafa bo'lmasa kerak, hech qaysi endi men aytib topdi. Rahmat. Hozirgi paytda chopayotgan yosh polvonlarga qanday maslahatlar berasizlar? Endi hozirgi yosh bolalarga maslahatingiz
insofli bo'lish kerak. insofli bo'lish kerak. Ulkan va katta polvonlardan, katta boboylardan hurmat qilish kerak. Otlarni bir qo'l minib berish kerak. Bu bitta yaxshi ot, ikkita yaxshi otga minib, ikki marra qildim deb misol beradi, bermaydi masalasi berish zamon bo'ldi-ku. Do'lyani oldim bo'ldi, kistam to'la deb qaramay ketish kerak emas. Men atim chapmay qo'ysin, lekin boshqalarga aytaman-da, boshqa misol bor-ku, boboylar bor. Qo'li kalta odamlar bor, oti bor, yaxshi oti bor, lekin polvoni yo'q. O'shalarni minsa, ularning obro'yi ham ko'tariladi. Kelket ham ko'payadi. Bu qo'rqa bir boyning orqasidan erashib yurib, 5 yildan keyin boy ham tashlab ketadi uni. Bir tegan kerak yo'q polvonning to'g'risi. Polvon o'zining hurmatini bilmasa, ko'chada qoladi, to'shin. Hech qanday farqi yo'q uning. Cho'pon bilan polvonning farqi yo'q deganda, u bir boyning orqasidan erashsa, boy qachonga sudraydi uni? 5 yil chaptiradi, 4 yil chaptiradi, biroq keyingi ot olgan oti bo'lmay qoladi. Bo'lmagan ekan, polvon mingisi kelmagan ekan, u boyga keragi yo'q uning. So'l uchun polvonlar hurmatini bilish kerak. İzzat hurmat qilib katta kichikka birday yurish kerak. Endi men aytganimga yurmaydi u. To'g'rimi? Yoshlarga maslahat. Maslahatimda endi shu to'g'ri yursa, salom alikni uzmash kerak. Menmenlikni qo'yish kerak. Men bo'ldimi, tamom o'yindan chiqadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Mard bo'lish kerak. Polvon dedi, kim aytadi polvon? Polvon mard odam polvon deydi. Nomard odam polvon bo'lmaydi. Al qolgan pushkin sana ko'tardim men, aytdim beraman. Ayting. Nima deymiz o'sha? Yoshlarga tilagi biz qamchi ko'tarma. Hozir darrov qamchi ko'taradi bo'lgan. Sen unday qilib solding, sen bunday qilib solding deydi. Bari yosh bolalar. Keragi yo'q narsaga. Polvon bo'lsa, poliyada kuchingni ko'rsat. Otangga rahmat ol. Bolalar. Ol unday ekan, bunday ekan demasmi? Otangga rahmat oldan katta polvonlardan duo olib tushib ketdi. Hamisha yosh bolalarga tilagim o'sha. Qo'ldan kelmagandan keyin qo'yish kerak deb ko'p bordi. Polvon odamni qo'ldan kelmaymi ko'p bordi qo'yish kerak edi. Tomoshasini qilib, to'rtta jo'rasi bilan angma qo'yib o'tirsa, o'sha qiz. Janjalning nima keragi bor? Uni men chapaman, men xotiraman deb yurib, Qurbekarga birov bilan janjal qilib, birovga qamchi ko'tarib, issiq sovuqdan ajrab, chiroyli hayot kechirsin, nima qiladi? Ishlasin deb bu joyda ish bor. Behurmat bo'lgancha hurmatli bo'lgan yaxshi-da. Rahmat. O'zbekistonda hozirgi vaqtda sizlar muxlislik qilayotgan otlar haqida sanab bersalaringiz. Toshkentda 33 ga bola chiqgan. Keyin Petneshka degan ot bor, Bobur shohdan chiqqan, olimdan chiqqan. O'g'a bola chiqgan. İkisi qalin qarashga o'sha ikki otga tan beraman men. To'xtamaydi qalinlar. Ha Bobur shohdan tagiga minadi, ko'p turaman 33 ga. Olib borib salatdan qaytib aylantirib ukasini jo'natib beradi. Analar chisti qaramayir. Chidamliqda olmasa chidamaydi onda aylantirishga boshqasi. Men 33 bilan Petneshkaga borib chiqman. Qayerda bo'lsa o'sha ikkisini qorinda ko'rib yurayman. Endi hozir ham ot ko'payib ketgan. 2 qo'l, 3 qo'lga chidaydi, 4-qo'lga chidamaydi ular surdakka indashga. Kattotlar chidamaydi surdakka indashga, dam oldirib haydaydi. Masalan, Farshnatlari kichkina edi, ingliz edi. Hamma joyga bor o'qizlarlik inglizda. 10 marta desam 10 marta takan ushlatardi. Hozirgi 2 oyda 3-marta ushlatmaydi. Dangal ushlatmaydi 3-marta. Bo'ldi, men charchadim deydi. Ko'rib yurganini aytyapman. Baxtiyor polvon, siz muxlislik qilayotgan otlar qaysi hozirgi kunda? O'zbekistonda hammasiga muxlislik qilamiz, lekin yaxshi ot ko'p. Birovning otini aytishlar demasa, O'zbekistonda yaxshi ot ko'p. Hammasiga birinchi qiz. Chiqib kirgan ot.
Zamonda boy bonatlar zo'r. Jizzaxda Jizzaxdan bor endi. Boydan atlari bor işte. Toshkentning atlarini aytmasang ham bo'ladi, qiyomat atlar. Samarqand bor. Nomini aytmay atlar zo'r at ko'p. Hammani otingizni. Hammasi o'ziga zo'r. Men atimam zo'r, Pushkinning atam zo'r. Men liderini aytdim-da. Yaxshi at ko'p. Ko'paysin at. Palvon ham ko'paysin. Rahmat. Sizlar ham hozirgi polvonlarga o'xshab shartnoma bilan chopganmisizlar? Solimga solgandan keyin qanday bo'lgan? Bizler shartnoma bilan chopmaganmiz. Bizler masalan minganmiz. Varshnatlarni minardim. Taypiya ho'kiz bo'lsa bir yo'l kishi olardi, bir yo'l men olardim. Masalan Baxtiyor bo'lsa Baxtiyor Mavatni mindirdim. Baxtiyorning atlarini ham minganman, Abdulla Qayroqni ham otini mingan. Bizler shuna bir yo'l sen, bir yo'l biz olardik. Bittasidan pul olmaganmiz dedik. Salimga o'q chiqarmaganman men. Yo'q, to'g'risi. Umuman Salimga Chartoqqa kam boradim. Redki borib qolmasam, Chartoqqa borib ber Salim. Ya tanani menga berasan, Tayni piyani menga berasan, Datboy qilib oldim. Bersa alaydim, bermasa ketaydim bu. Saysim çay qaysa bormaydim men. Mana dasargan. Mana ko'plardan chiqaydi, Baxtiyorjon to'xta. Ketib qolma, bir ko'la çay. Bo'ldi hozir mag'layib, u yoqqa bu yoqqa ketaydi uyga. Qo'niq uyga borganda Pushkinning uyida bo'lsa yotishi mumkin edi. Agar Qarabdolda bo'lsam uyga kelib yotib ketaydi. Birovning uyida uxlolmaydim-da odatim shunday. Ertalabgacha uxlolmaydim. Tonggacha uxlab qolaydim. Qadr etgan vaqtda tur bo'l, odamlar turib ketadi, olay yo'q turasan, sakrab turadi, uyqu surab yuraydim keyin. Shunday xarakterlar bor edi. Chartoqqa men tashladim deb bormasdik. Harom desa siz qaytib ketaydik. Hozirgi bolalar borib, Ya endi u narsa bo'lishgan bundayda, talash emas. keragi yo'q. Hozirgi paytda Salimni bermay qo'ysa janjal qilib boradimi? Tushunmamışlikda. Tomoshabinlar qiladi shu narsani bormi? Tomoshabinlar qiladi. Tomoshalab turgan odamlar qo'shilib ketadi tepasidan. Datboy nega bermaysan? O yerda, bu yerda men otim aytib, Palanchaning jiyani, bu amaki, tamaki javlib aytiladi oti. Palanchani oti, Palanchaning jiyani. Palancha bo'lsa bo'ladi, Palanchaning jiyani bo'lgan boshqa bo'lib qo'y. Nima farqi bor? Farqi yo'q-ku. Bir tuyani 3 martalab sog'adi. Ana shunday joyda men Abdulla raisga besh ketaman. Yo'q, maqtash emas. Bar narsani men o'zim aytaman-da. Ichada masalan ichada. Yeshaveradi. Shu kelayotgan paytda aytadi, "O, yoqda kelgan deb. Yakka o'zing keldik, tamom. Sherik bilan kelmayvergan." O'shani o'zidan bir duq. Xudoyim taolo o'qib berganda shu narsani Xudoyim taolo bergan o'g'il. Abdulla uni havodan yig'ib olmoqni. Xudoyim taolo shuni loyiq ko'ryaptiki, Abdullani shuni boshqa qo'yapti. Молодец nega qaytaradi shu odamni bormi? Yo'nadi tamom. Pastdan qo'shilgan odam qo'shilmadi, qo'shilmaydi. Misol men bo'lsam menga qarab aytadi. Baxtiyor tashladingmi? O'zing javob ber. Tashladingmi yo'qmi deb so'raydi. Tashladim desa, bo'ldi qilib yuboradi. Agar boshqa birov qo'shilib halol buniki halol Baxtiyorniki desa, bo'lmaydi. Halol bo'lsin lekin молодец. Men 5 ketaman o'sha. Allohga borib aytgan emasman, o senga 5 ketdim deb, lekin mana yerda el yurtda meshtatdan aytadi, balanchaga bor ekan bitadi. Do'stidan dushmani ko'p. O'zim bilsa kerak. Aytganning yoti yo'q, kim ekanini misol sinchiklab berayotgan yo'q bu. Men ham misol do'stimdan dushmanim ko'p. Pushkindan bor. Sendan bor misol. Qariganda ikkimizga dushmanlik qilganda o'ziga bir baqqan balo bor. Aldingi Bo'ladi-da, yerda bo'ladi. senga Yerchilik bu. senga ko'llab qo'ydik deb senga urishi mumkin. Tog'ni seylab qo'ydik deb menga urishi mumkin. Chuyda shunday jahon ko'rgan. Endi 1.5 polvonlarning otini aytmagan bo'lsak, 1.5 ustozlarning aytilmay qolgan bo'lsa, uzr so'raymiz. İşlerini olmadın bersin Xudo qalasa. Rahmat. Yana keyingi savolimiz bor. Savollarimiz ham oxirlab qoldi. Mana shu hozir bir polvon marra qiladi. Uni yonida 5 ta 6 ta sherik keladi bu vaqtda. Kattaroq solim bo'lsa-da, shu sherik polvonlarga fikrlaringiz qanday?
Endi o sheriklik polvonlarga o'ziga uyat o. O'ziga uyat. Necha marta men o'rtaga tushganman shularning o'rtasiga. Ot minib. Shu bola o'zi ham bosib qoladi-ku oxir. Shu bola yordam beradi-ku. Men Sirdaryoda yangama to'g'ri kelib qoldi. Toyir polvonni ko'p ko'rsa oxirini bostirdim. Qudrat xo'janing ukasi Asad yetakdan bordi. Asad polvon. Borib soldim. Tuya bochiydi 9 edi. Asad tuyangni toying oldi. Shunda o'shatda jo'ra bir istarova qarshisidan ketdi. Keyin bu qora Napoleon egasi kim edi? O'ldi yo'q. Aslbek. Asilbek to'y berdi. Oxirini men bosdim mashinaga. Jiguli qo'yilgan, qap-qora jiguli bosib keldi. Mana yetolmadim. Buga 1-2 marta yemashmay qildim. O'tib ketdi. Endi 2 farishdan borganmiz. Bir-birimizni olsak yaxshi bo'ladi deb. Oxiri o'g'liga Asad dedi, Asadga berdim. Keyin olib borib Asad soldi. Xotiniga keldidan polvon dedi. Mana qora jiguli turibdi dedi. Lekin shuna bezalgan qora jiguliga qap-qora. Shu o'rtasidan bo'l desang bo'laydi dedi. Men seni bilan emasman-ku, men Asad bilan keldim dedi. Asad polvonga aytdim, shunda atvetini qaytardim men uni. Asad bir istiraba sen qarssan deb ketdi. Hozirgi polvonlar shu bir o'g'loq bo'lsa ham shuni yarmini bersin deb turadi. Xotini egasi nimasini beradi? O'zi o'g'loq polvonga beramdi. O'g'ga beramdi. Sheriklikka men tilagim seni aytgan gaping. Sen ham taka bosasan. Shu bola yordam beradi, bu qaytar dunyo. Hozir shu yo'qib ketdi, lekin 1 yil oldin ancha shuni rosa ko'payib ketdi-da. Odam ori uchun chopish kerak. Solim uchun emas, ori uchun. Eridan biza Farish rayonidan Baxtiyor Pushkin polvonlar keldi. Salib ketdi desa qanday o? Sherik bo'lib talashib ketdi desa qanday? Ori bor odam bormaydi dedi. Ori bor odam bormaydi-da shu yerga. Men sherik emasman. Bersa yaxshi, bermasa qanday bo'ladi u? Ori qolaman uni. Benomus bo'lib ketadi. Shu uchun sherikman deb bormaslik kerak. Sherik odam o'zi biladi. Misol men sherigim bor bo'lsa, men aytamanki, falanchaga berish kerak bu narsa deb o'zim izlab borib topib beraman. U kelib yopishdimi, o'sha o tamom bo'ldi degan narsa u. O'zini ori nomusini qo'yadi. Endi bu gap to'g'ri kelganda va sheriklikdan biza Farishli bolalari Baxtiram turibdi misha, o'sar vardilardan havoga kelgan yuzardi, mujikiga dedi, otdan yiqilib rahmatli bo'ldi. Kim bilan aytmoqchi biz Nosvoyni kapiga chopganmiz biz. Dangalda bizga Farish nomi chiqsa bo'ldi deganmiz. Xotiniga ziyamazan shuncha va demaganmiz. Shuncha. Hozirgi polvonlar nima? Oxirin soladi. Meni o yoqqa sanatoriyaga bor, bu yoqqa Turkiyaga bor, Xitoyga bor. To'g'ri kelib qoladi o'z boradan vaqtin. Otbozlar o'zi ham shunga sababchi bo'lib qolmayaptimi? Otlarning egalari sababchi bo'lib qolyapti bu. Oxirin solsa polvon bir dam olib kelasiz deydi. Uni keragi yo'q narsa. Sezon vaqti uni. Polvon ko'pkarsin chopdi sezon vaqti. Polvon nimasiga aytaman men? Uni dam oladigan vaqti bor o'zi. Ko'pkari tugaydi yana bu 4 oydan keyin. Qaqrang joyga boraman. Aylanib kelib tomosha qilib. Ko'pkarining o'rtasida olib ketib qoladi bular. Keladi uyqusira uyda olishdi. Qayerga ketadi u? Qayoqqa ketadi? Turkiyaga ketadi. Kim haligi joyga boradi? Pushkin polvon, yana bitta sizga savol. Arnasoydan Omon prokuror degan odam bo'lgan. Bor. O'sha kishilar ham otlarni minganmiz. Minganman. Qanaqa otlar gapiring. Haldingi vaqti bir samarati bor edi. Keyin to'riq ot oldi. Farishlar to'yda ham choyga solib berdim. Samaratni Qozog'istonda solib berdim. Shuhratlarni atini aytyapman. Men ham chopqanman Omon aka. Borminga. Omon Xudoyqulubning otlarimmi? Men ham chopqanman. Ko'k oti bor dedi. Olmosmi oti bilan sen. Olmos chopqanman. Samandan to'riq ham chopqanman. Shuhrat bilan hozir jo'ramiz ham. Ilhomlar bilan bordi keldimiz bor.
Yaxshi bolalar bari. Shuhrati o sal shumroq. Ertaga ko'rib qolsa aytadi, sal shumlik qiladi u. Ilhomi yaxshi bo'ladi. Hozir ham aqlli. Bor, bilaman. Samarati bo'ladi. Saman bor. Shumlik qilmasa ot yaxshi bo'ladi, shumlik qilib yuribdi-da. Shuhrat. Yaxshi bolalar azillashamiz-da. Amon aka yaxshi odam edi o'zi. Uzoqni ko'zlaydigan odam edi-da. Ha, rasa yurdi. Shunday. Ko'pkaniga aytdi. Aytaversan ko'p, sayisning ne bir zo'rlar bor endi, esga kelmaydi. Esga kelsa ayta olmaysan. Lekin men Obudayevskga jo'ra. Abdulla Qaraq bilan hamon cho'mmoqda sayis ko'rmadim. Iya. Haqqini sayis etmek. Abdulla Qaraqni birinchi men chopdim, bular armiyadaydi, keyin Jilan olib kelib Farishtaga to'yda chopdim. Otni oldida shuni kirib chiqib otga tarbiya qilar Turk. Oxumda bir kishi bor edi, Xudoy Nazarboy degan odam bor edi. Yo'q, sinchil odam edi. Ot choptirgan u, eng qimmat otga o'sha kishi ham birinchi. 10 ming men chopdim u. 10 ming o'sha vaqtda masla jiguli beradigan vaqtda o'sha kishi bir atagan ko'kor. Odam bor, o Xudoy Nazarboy 10 ming atapti, 10 ming atapti deb. Bulam chopdim, men ham chopdim, lekin o'tkir atadi. Xudoy Nazarboy lekin aqqani sinchil odam edi-da. Shu to'yda bo'lib, vaziyat aytib turadi edi-da. Balam şu hozir shunday bo'ladi deydi. Aytgan narsasi bo'ladi edi-da. Otni olib keldi. Egar silib ketdi, ikki to'y chopdim, egar olib keldi. Polvon dedi, sen polvonmisan, egar sindirasanmi dedi. Men urardim-da. Keyin olchab ketardim, egar urib tortib bergandan keyin. Keyin Ko'pkariga olib boring, Gagaringa, Qozog'istonga desam aytardi-da. Bolam, meni Xudoynazarning 10 minglik oti bor desa bo'ldi deb qo'yardi bechora. Otilligi lider ot edi. Haqqini ustidan ko'tartirib bering, Chimqo'ronda qanday ketdi sağa qarab. Bu qirni ustiga chiqib ketdi-da. Lekin yashirmayman, billa chopdik, bilan marta seni men bormoqmizda taka talashib. Qirni ustiga qanday sen takaga yetdi-da. Bu tartışıp çıktı qozoqlar bilan. O vaqt qozoqlar javob berdi. O'sha yerdan oldimdan g'o'rab pastga qarab qomchini tutdim qo'y. Yiqilib deb o'ylamagan ekanman o'sha vaqtda, yurak botir ekan. Qutulib ketib qoldim bu. Xabar soldim. Toydi solib. Kelib tushunchani berasan demadi. Ko'p Rahmat, savollarga yaxshi javob bo'ldi deb o'ylaymiz. Ham mazmunli yoshlar uchun ham foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Vaqtlaringiz ayamay yo'q demaganlar uchun sizlarga katta rahmat. Mana 2025-2026 yil sezonda polvonlarga, otlarga, otbozlarga bir omadlar. Endi polvonlarga duo qilib turamiz. Otlarga ham duo qilamiz. Otlarning tagidan shamol esaversin, polvonlarning bilagiga kuch yetaversin. to'g'ri versin. Bir-biriga seni men bo'lmay, axil bo'lib, zo'rmisan poliyada ko'rsat kuchingni, bolalar. Aytgan so'zim shu, boshqa hech nima. Omadin bersin. Omadini bersin. Polvonlarning, otlarning hammasini omadin bersin. El tinchlik bo'lsin, xursandchilik ko'p bo'lsin. Xudo qalsa elda to'y ko'p bo'lsa, xursandchilik bo'ladi. Moli keladi, davlati keladi. Kami bo'lmaydi-da elning. Xursandchilik bo'lsin har doim. Yaxshilik kunlarda uchrashaylik. Rahmat sizlarga. Sog' salomat bo'linglar. Allohu akbar.